Assalomu alaykum. Oldingi darsimizda bir va'da qilgandim. Xudo xolasa 3 darsdan keyin polimorfizm to'g'risida gaplashamiz deb. Bugun xolasa navbati kelib qoldi shekilli. Shuning uchun polimorfizm to'g'risida gaplashishni boshlaymiz. Bugundan boshlab 2 dars o'tsak kerak bo'lgan narsani. Polimorfizm bu agar to'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsak, rivojlanish va o'sishning bir necha bosqichlarida turli ko'rinishga ega bo'lish degan ma'noni anglatar ekan. Rivojlanish yoki o'sishning bir necha bosqichlarida turli ko'rinishga ega bo'lish. Polimorfizm. Oldingi darslarimizdan bittasida esinglarda bo'lsa, bobo, ota, o'g'il, nabira degan klasslarga obyekt yozib, inheritance to'g'risida gaplashgandik. Inheritance ya'ni nasldoshlik. Aslida merosxo'rlik desak ham sal o'xshaydi shekilli, asosiy maqsadiga bu narsalarda. Nafas olish degan xarakterda ota bobosidan meros olgan. To'g'rimi? Nafas olish degan. U otani o'zida taomlanadigan xarakteri bor edi. Taomlanadigan odatini, taomlanish degan xarakterini, fe'lini o'g'il otadan meros olgan. Shunaqa qilib tarjima qilsak, shunaqa qilib tushunishga harakat qilsak, menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. Endi yana bugungi mavzumizga qaytsak, polimorfizm. Qaraylik mana. Bobo degan klassimiz bor. Nafas olish degan xarakteri bor, nafas olish degan metodi bor. Bu yerda nafas oldi deylik mana. Nafas ol degan metodini shunday ishga tushirsa, nafas oldi degan yozuvi ekranga chiqadigan bo'lsin. Nafas oldi. Bobo mana nafas oldi. Endi undan keyin otaga navbat keldi. Ota bobodan nasl oladi, to'g'rimi? Boboni hozir endi buning ichida shart emas, nafas ol degan metodini yozishimiz. Endi bu ota degan klassimiz, uni ichiga hech narsa yozmagan vaqt taqdirimizda ham ota degan klassda nafas ol degan metodi bor, chunki bu bobodan extend qilyapti. Bobodan nasl olyapti bu. Bobodan mana bu nafas ol degan metodini, usulini o'zi shunday qilib meros sifatida o'rganib olgan, nafas olish degan xarakterini, odatini. Endi lekin men boshqa narsani xohlayapman, bu override qilaman. Override degani endi qaytadan yuklab olaman. Mana shu nafas ol degan metodi bor-ku, lekin ustiga yozib olsam ko'rinmay qoladi. Mana boboni nafas ol degan metodi, agar men otaga ham alohida nafas ol degan bir xil public void qilib turib, ma'nosi ham public ham bir xil, void ham bir xil, nafas ol degan metod nomi ham bir xil, hattoki parametrlari yo'qligicha bir xil qilib turib, yana bitta alohida metod yozib olsam, ota uchun ham. Endi boboni nafas ol degan metodini bu otani nafas ol degan metodi to'sib qo'yadi. Otani o'zini nafas ol degan metod ishlaydi. Bobodan nasl olgan, bobodan meros sifatida olgan nafas ol degan metod emas. O'ziniki ishlaydi. Endi mana hozir biz ota degan klassdamiz. Bu yerda ota nafas oldi deylik mana. Ota nafas oldi deyapti endi bu. Endi navbat o'g'ilga keldi. O'g'il ham endi bobodan nasl olar ekan deylik. Bobodan nasl olar ekanda endi bu o'g'il nafas oldi deyish kerak. O'g'il nafas oldi. Undan keyin navbat nabiraga keldi. Nabira ham bobodan meros olib qo'ysa. Endi bu nabira nafas oldi deydi. Ana. Hammasiga bunday mana Eclipse'da mana joyga bunday borib qarasangiz, overrides bobo nuqta nafas oldi degan yozuv chiqarib beryapti. Ko'ryapsizlar mana. Bunday boshlik tooltip text degan narsaga o'zimiz kod yozdik, tooltip text ishlatgandik. Buni shunga o'xshagan tooltip qilyapti mana. Overrides bobo nuqta nafas ol. Boboni nafas ol degan metodini override qilyapti bu deyapti. Mana har bir anaqasi o'g'il ham, ota ham boboni nafas ol degan metodini override qilyapti bu deyapti. Lekin bu override qilmaydi, chunki o'ziniki bu. Super class bu.
Mana hozir klasslarimizni yozib bo'ldik. Endi asosiy klassga o'tib, asosiy klassda ham bitta narsa qilamiz. Juda qiziq narsa bu. Qadriga yetgan odam uchun. Mana bobo degan ma'lumot turi, to'g'rimi? O'zgaruvchi e'lon qilayotganda birinchi navbatda ma'lumot turi yozamiz. Undan keyin o'zgaruvchiga nom berishimiz kerak. O'zgaruvchiga nom berib, mana massivli o'zgaruvchi ochayotgan bo'lsam, to'rt burchakli qovusni bir qator ochib qo'yib, barobar new deymanda bobo deb turib yana obyektni nomini yozaman endi. Undan keyin massivni elementlar sonini yozaman 4 ta deb. Ana endi men odam bobo tiplik odam degan bitta massiv ochib oldim. Massivimga 4 tagacha bobo tipli obyekt qo'yishim mumkin. Bobo obyektlarni qo'yishim mumkin bu yerga. 4 tagacha maksimum. Ko'pi bilan. Endi bir ish qilaman, qarab turinglar. Odamning endi 4 ta indeksi bor, 0 dan boshlanadi, to'g'rimi? Odamni 0-indeksi barobar new bobo deydi. Bu tushunarli menimcha hammaga. Chunki odam o'zi bobo, odamning 0-indeksi bobo degan obyektga teng. Bobodan obyekt olib 0-indeksga buni tayinlab qo'yyapmiz. Endi undan keyingi navbat odamni faqat 0 emas, 1-indeksi ham bor. Odam o'zi massivda. New ota desam ham bo'laveradi. Ko'ringlarmi? Ota desam ham bo'laveradi. Odamni 2-indeksi o'g'il desam ham bo'laveradi mana. Xatolik bermaydi ko'rib. Kompilyasiya bo'layotgan vaqtimda. Endi odamni 3-element desam ham bo'laveradi. Bu bor narsa, endi buni nabira desam ham bo'laveradi. Qalay, zo'rmi? O'zi bu odam bobo edi bu. Bobo bo'lsa ham bu odamni ota deb qo'ysam ham bo'laveryapti, o'g'il deb qo'ysam ham bo'laveryapti, nabira deb qo'ysam ham bo'laveryapti. Bo'laveryapti. Nimaga xatolik beryapti bo'larsa? Method ota is undefined for the type video landscape. Method ota extends bobo. Nima bo'ldi? Shamanda bo'lyapti-ku. Newlar qolib ketibdi-yu mana. Newlar qolib ketibdi-yu aytdi. Aytmaysizlar ave. Newlar qolib ketyapti ekan. Mana endi to'g'ri bo'ldi, xudo xolasa. Ana bo'ldi. Endi mana qaranglar. 4 ta elementli massivim bor. Har bitta elementim obyektlari, har bitta elementim alohida obyekt. Alohida klasslardan olingan obyekt bu. Bittasi bobodan olingan, bobo degan klassdan olingan obyekt. 0-elementi, 1-elementi ota klassdan olingan obyekt, 2-elementi o'g'il klassdan, 3-elementi nabira klassdan olingan obyekt. Lekin aslida massivda e'lon qilayotgan vaqtimda hammasi bobo klassdan olingan obyektlar bo'ladi deb e'lon qilganman. Bitta Javada obyektlar bilan ishlashdagi qulayliklardan biri shuki, bobo superklass tipida e'lon qilingan o'zgaruvchilarning nomlarini undan nasl olgan, superklassdan nasl olgan quyi klasslarga obyekt qilib yaratib olish mumkin. Mana bizning misolimizda bobo bitta superklass. To'g'rimi? Shajarani boshida bobo turibdi. Bobo eng yuqori klass hozir bu yerda. Undan olingan quyi klass ota. O'g'il boboni quyi klassi, bobodan nasl olgan.
nabira ham bobodan nasl olgan. Endi men o'zgaruvchini e'lon qilayotgan vaqtda buni ma'lumot turi bobo bo'ladi deb qo'ysam, endi bunga qiymat tayinlayotgan vaqtimda bobodan nasl olgan otani ham qiymat qilib bersam bo'laveradi. Bobodan nasl olgan o'g'ilni ham qiymat qilib tayinlab qo'ysam bo'laveradi. Bobodan nasl olgan klass bo'lmish nabirani ham obyekt qilib, qiymat qilib bu o'zgarishga tayinlab qo'ysam bo'laveradi. Chunki ota ham, o'g'il ham, nabira ham hammasi bobodan nasl olgan. Men e'lon qilayotgan vaqtimda bobo deb qo'ydimmi, bobodan nechta nasl olayotgan bo'lsa, har bitta nasl olayotgan klassdan obyekt topib turib, bu bobo degan o'zgaruvchiga tayinlab qo'ysam bo'laveradi. Bu shu narsa polimorfizm bo'ladi. Endi mana obyektlarimni ochib oldim. Endi uni ishlatib ko'raylik. Natijani yaqqol ko'rish uchun. Int I equals to 0 semicolon I less than Adam dot length and I plus plus, and I'll open and close my curly brackets and then write system, sorry about that, system as not system Adam index of I nafas ol. Bo'ldi. Bo'ldi mana bu yerda. Hozir qiladigan ishimizni qilib bo'ldik shekilli. Boshqa yozadigan narsamiz qolmadi. Endi men kodimni run qilsam, nafas oldi dedi birinchi. Qaranglar. Odamni ing indeksi nafas ol, ing indeksini nafas ol degan metodni ishlatyapman. Odamda ing indeksi bobodan obyekt olgan edi. Endi odamda 0-indeksida 0 birinchi 0 ga teng bo'ladi-yu i. Odamda 0-indeksi bobodan obyekt olgani uchun nafas oldi degan yozuv ekranga chiqadi. Chunki boboda nafas ol degan metod nafas oldini chiqaradi xolos. Undan keyin odamda birinchi indeksga kel i++ bo'lgandan keyin maytda i 1 ga aylanib qoldi-da. i 1 ga aylanib qoldi. Bir odamning uzunligidan kichkinami? Odamning uzunligi 4 edi. Ha, odamning uzunligidan kichkina bu bir. Unda bo'lsa, odamning birinchi elementini nafas ol degan metodni ishlatib ber. Odamning birinchi elementi aslida otadan olingan obyekt edi. Shuning uchun endi otani qarasak, nafas ol degan metodi ota nafas oldini chiqarar ekan. Shuning uchun ekranga ota nafas oldini chiqarib berdi. Mana nafas ol degan metodni ishlatdi otani. Hech qanaqangi xatosiz ishlayapti. Aslida bu bobo bo'lish kerak edi-yu maytda deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bobo bo'lish shart emas. Ota bobodan nasl olganmi? Demak, ota ham deb olsak ham bo'laveradi bekka. Undan keyin ikkinchi elementi o'g'il edi. O'g'ilda nafas ol degan metodi o'g'il nafas ol degan yozuv chiqaradi. Shuning uchun bu yerda 2 ga teng bo'lib qo'ygan vaqtda i o'g'il nafas oldi deb chiqarib beryapti. Undan keyin nabira nafas oldini ham xuddi shu prinsipda chiqarib beryapti. Darsim tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Endi tushunmay qolgan bo'lsalar boshqa iloji yo'q. Video darsimizni mana shu sonini bir necha bor takrorlab ko'raversanglar oxiri tushunib qolasizlar degan umiddaman. Xo'sh. Taklif va mulohazalar bo'lsa, pochtaga yozishinglar mumkin-ku. Lekin bu pochta orqali men dars o'tamasam kerak. Shuni ham bir qator e'tiborga olib qo'yinglar. Faqat taklif va mulohazalarni yozsalar, javob yozishim mumkin, lekin tushunmay qolgan joylarni yozsalar video dars ichida qaytarib tushuntirib berishga imkoniyat topib beraman sizlarga deb va'da bera olmayman. Ancha iloji boricha video darsi bir necha bor tushunmay qolsanglar ham qaytarib ko'raveringlar. Vaqt kelsa tushunib qolasizlar. Lekin bitta narsa bo'ladi-da, ba'zi odamlarda kodni yozib kelyapti, darsda o'rganib kelyapti. O'rganib kelyapti, length degan narsani tushunmay qoldi. Misol uchun, length degan narsani tushunmay qoldi. Length degan narsani tushunmay qolsa, shu bilan keyingi darsga o'tmaydi. Mana shu length nima ekan deb o'ylanib o'tiraveradi.
Linksda vaholanki atrofida Linksni biladigan odam bo'lmasa, yonida Links degan narsa to'g'risida gapiradigan yozilgan kitob bo'lmasa yoki bo'lmasa boshqa tilda bilmasa, misol uchun ingliz tilidagi resurslardan foydalanib, manbalardan foydalanib Links nimaligini bilib olish uchun asha Linksdan o'talmaguncha o'tiraveradi-da, keyingi mavzuga o'tmaydi. Shu Linksni bilib olmasam boshqa darsga o'tmayman, asha Links ustida bosh qatirib, qayta o'rgansam deb ag'daqtiradi. Oxiri Linksni topolmadim hech qayerdan. Hafsalasi pirilibdi, men o'rganolmayman ekan bu programmирование bu narsani turib, tashlaverar ekan o'rganishni. Unaqa bo'lish kerak emas. Linksni bilmadingizmi? Bugun bo'lmasa, ertaga bilib olasiz. O'zi bir kun vaqt kelib qoladi. Oqtarmay qolgan joyingizdan chiqib qoladi. Shuning uchun Links shunaqa ekanmi? Ha, Links shunaqa ekan. Endi vaqt kelsa o'rganib olaman. Bugun bilmadim, ertaga bilib olaman. Qoidasida shunaqa deb yozilsa, shunaqa bo'lar ekan. Ko'nimi cho'ktirmaydi, keyingi mavzuga o'tavering deb turib, keyingi mavzularni o'rganib ketaverish kerak. Bitta narsani bilmay qolsam, keyingi narsaga o'tmayman degan narsa bu noto'g'ri narsa. Bu o'zingiz vaqtdan yutkazish, o'zingiz tushkunlikka tushirishingizga, keyin o'zingiz hafsalangiz pir bo'lib bitta narsani o'rganishdan ko'nglingiz sovib ketishiga sabab bo'ladi xolos bu narsa. Men o'zim boshimdan o'tkazganim uchun sizlarga aytyapman. Shuning uchun hech qachon bitta narsani bilmasanglar, ashta hafsalalar pir qatib qolib, shuni bilib olmaguncha keyingi mavzuga o'tmayman deb o'zingizlarning vaqtingizni bekorga isrof qilmanglar-da. Bo'pti, topishga birinchi ozgina harakat qilib ko'ringlar ashu bilan tushunmay qolgan narsalarni. Lekin tushunmay qolsanglar, men bo'ldi, men yerda qatdim meni. Boshqa narsaga o'tmayman endi deb turib, ashta qatib qolib ketmanglar. Keyingi mavzuga o'taveringlar xotirjam bo'lib. Bugun bilmadinglarmi? Vaqti kelib qolganda o'zi chiqib qoladi shu narsa nimaligi. Tashlab o'tib ketaveringlar. Bugun bo'lmasa, ertaga bilib olaveramiz. Menimcha darsim tushunarli bo'lishi kerak. Yana aytaman, tushunmay qolsanglar boshqalardan videoni takror ko'rishdan boshqa ilojinglar ham yo'q. Endi ilojinglar bo'lsa boshqalardan so'rashinglar mumkin, lekin meni video darsim asosida o'rganayotgan bo'lsalar, undan boshqa ilojinglar yo'q shekilli. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.